Assalomu alaykum do'stlar, azizlar. Hozir mana ko'pchilik e'tiroz bildirayotgan bir masala bor. Kun tartibiga juda kundan kunga chiqib bormoqda. Mahallalar ichidan ko'p qavatli uylar qurish. Ya'ni shu ko'p kichkina xonadonlar, ya'ni uchastkalar deydi xalq tilida. Shu uchastkalarning orasidan baland qilib bino ko'p qavatli uylarni quruvchilar tomonidan va oilalarni, xonadonlarni, hovlilarini bemalol tomosha qilib, durbinsiz ham ko'rib o'tiradigan darajada uylar qurilmoqda. Bu holat vodiyda ham mana biz necha marta chiqardik, vohada ham bor. Bunaqa narsalarni bir necha marta chiqardik. Shu bilan birga Toshkent shahriga ham yetib keldi. Quyosh mahallasida bizga murojaat kelib tushdiki, ko'plab mana shunaqangi fuqarolar norozi bo'lyapti. Mana bizni mahallamizni ichidan ko'p qavatli uy dom solib, mana xonadonlarimizni ichiga bemalol shu uydan, ko'p qavatli uydan turib oynasidan hovlimizni tomosha qilish mumkin. Lekin bizni hovlimizda qizimiz, kelinimiz, ayollarimiz yuradi. Nima uchun buni tashkilotlar inobatga olmasdan ruxsat beradi? Qanaqa qilib, bu qaysi qonunga, qoidaga yo vijdonga to'g'ri keladi degan e'tiroz bilan chiqishgan. Aynan shu masala bo'yicha antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining muxbirlari jurnalistik surishtiruvlar olib borib, joylariga chiqib, joylarini videolarga olishgan va sizni hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Shuni ta'kidlab aytamizki, ommaviy axborot vositalari to'g'ri bu qarorlarni bekor qilib bermaydi yo boshqa holatlarda bir qarorlar qabul qilmaydi. Shu bilan birga lekin ommaviy axborot vositalari 4-hokimiyat deb tenglashtiriladi. Biz hozir bu holatni ko'rsatishimizdan maqsad odamlarga yengillik, odamlarga mana shu dardini, mana shu muammosini yechishda o'zimizni hissamizni qo'shmoqchimiz. Qissamizni qo'shish vazifasi qanaqa bo'ladi? Bu rahbariyatga mana shu holatlarni ko'rsatish. Mana shu bo'yicha hozir ma'muriy sudga berishgan, ya'ni o'sha normativlarga to'g'ri keladimi, kelmaydimi, o'sha qarorlar, ruxsatnomalar berilganligi bo'yicha ishlarni bekor qilishga ko'ramiz. Ma'muriy sud bu holatda qanday qarorga keladi va biz bu bo'yicha albatta yakuniy xulosani ham sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Hurmatli rahbariyat, mana shu holatni o'zingizni nazoratingizga olib, mana shu odamlarni dardiga malham bo'lishingizda biz sizdan yordam so'raymiz. Yaxshilikda ko'rishaylik. Tushuntirdimi sizga? Mabodo bir fikrlaringiz bo'lsa, noroziligingiz bo'lsa, borasiz, alohida ariza berasiz, sud ko'rib chiqadi. Hozir mana arizachilar bor, huquqiy shaxslar bor, advokatlar bor, shularni ishtirokida ko'ramiz, o'sha boshqalar iloji bo'lsa Xavfsizlik chegarasini iltimos bunaqaga olsanglar e'tiborni. Yaqin bo'lib. yana gapiryapsiz. Yaqinda mana shaharda ikkita mana shunaqa bino yondi. Yashnobod bilan Chilonzor rayonida. Ko'rgan bo'lsanglar kerak. To'rtta etajida shunchalik, 5-6 etajda quradigan bo'lsa, shunda kaft undan ham battar bo'ladi. Shunda kaftda buni xonadon qurib turadi. Ayollar hovliga ham chiqolmaydi. O'shancha parda qilib qo'ydi. Qanaqa qiladi? O'zi mana ustalik ishlaganning o'zida tamom bo'ldi. Aka kecha 24:07. Qor yog'adimi, yog'maydimi, salabanki yig'izman suvarga qo'yapti. Boshiga toshlar tushyaptimi? Yo'li tarafda anaqasi bezabaslikda qilganimda setga. Xo'p, mayli. Xo'p. Nima siz shu? Ichidan o'tib bo'ladi, bu yoqda o'tib. Bular degan. Bu yoq tomon kelsa aylan yurmaymiz dedi, bu yoqdan o'tib qo'ya qoladi. Oldin bergan bo'ldim. Ismoilovich beraman. Olib boring o'shani. Beni sog'ib tashlab beraman quraman. Sizga so'rayman. Ularga nisbatan metroga ko'rsatilgan. Shunga holati bor. Bundan oldingi sudda Shamsirovga ko'rilgan paytida e'tiroz qilib keltirishgan ediki, davom muddati o'tib ketgan. Lekin agar binoni mana hozir u yoq tomondan ham bu yoq tomondan aylanib o'tdi, bitta ham tashqi tarafida game planni ilib qo'yishmagan bular. Shu mana shunaqa loyihada shunaqa joy quryapmiz deb, bular shahar qurilish normasi bo'yicha bino tashqi tarafiga ilib qo'yish kerak.
bitta ham yo'q, hech kimga e'lon qilinmagan. Yashirin sifat qilib Aslini tekshirish kerak. Я остановилась предоставил постановление Кабмина зону реконструкции на дороге. Попал, не ознакомились. Yani вообще вы генплан на внешней стороне здания. Yo'q, hozir biz xulosani o'zini ko'ramiz-ku. Yo'q, men unda emas. Kelishgan xulosasi ko'ramiz-ku. Predmetdan chiqib ketmasligimiz kerak. Arizachilar o'zini buzilgan huquqlarini bilgan vaqtda aniqlash uchun. Ha. Bular aytishyaptiki, biz 23-yilda hamma hujjatni olib o'sha paytdan sanalish kerak. Bular lekin huquqi buzilayotganini bilgani haligacha bir genplan ilinmagan. Pasportini qo'ymagan. Shu eskizni ham tashqari tarafga ilmagan. Biror bir bo'ti don qurilishi to'g'risida bir e'lon ham yo'q-da. Roqiba. Qachonga edi? 15-ga. 15-ga. Aytmoqchi borasizmi? Qolganini eskizni proyektga borasiz. Baba bizani izlanadi. Bu yerda hozir ichidan solib keldimda. Bu tortida dotdi. Gorg'ora dotdi. Ben otda bo'lsa deydi. Bu tortadi deydi. Nima qiladi? Tortida dotdi. Yorug'likda o'ydi deydi. Bu yerda men 13 ta avaram yashaydi. Bardamda bolalar hammasi. Baxmay qilishim kerak shular. Hozir ko'rdim hammasini. Masofalarni ko'rdim. Tepalagacha chiqib hovlini ko'rinishini ko'rdim. Hamma joyini isbot qildim. Qolganini sud binosida. Rahmat. Sog' bo'ling. Yuridik jihatdan hozirda javobgar mana shu binoni egasi tomonidan yo'l qo'yilgan holatlarni ko'radigan bo'lsangiz ham bino juda ham yaqin joylashganligi munosabati bilan yong'in xavfsizligi va o'zi binoni qulashi ehtimolida arizachilarni mol-mulklariga zarar yetkazishi, ularning hayoti va salomatligi, oila a'zolarining sog'lig'iga zarar yetkazish ehtimoli juda katta. Chunki ehtimoli bor buni. Endi yana bitta holat. Mutasaddi tashkilotlar tomonidan o'sha qurilish loyihasini tasdiqlashda berilgan xulosalar holatni to'liq o'rganmagan holda berilgan. Siz faqatgina insolyatsiya normalarini hisobga olgan holda ijobiy xulosa bergan. Vaholanki u qo'shni hovlilarni ko'rinishini panaliga, ya'ni vizualizatsiyaning cheklanishi normasini ham ko'rish kerak edi. Ko'zingiz ko'rib turibsiz, o'y kaftdek ko'rinib turibdi. Bu holatlarni inobatga umuman olmagan. Bundan tashqari favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan ijobiy xulosa berilgan, lekin favqulodda vaziyatlar bo'limi binoni xavfsizlik nuqtai nazaridan, zilzila bardoshliligi, xavfsizlik nuqtai nazaridan zilzila bo'lgandagi salbiy oqibatlarni keltirib chiqarish ehtimolini maksimal kamaytirish yuzasidan biror bir holatga baho bermagan. Binolar oraliq masofasi juda qisqa. Oraliq masofa juda qisqa bo'lgandan keyin bu baland binoda agar yong'in yoki bir qulash yoki zilzila bo'ladigan bo'lsa, uni yonidagi arizachiligi tegishli bo'lgan xonadonlarni mulkdorlarini, mol-mulklari ularning oila a'zolarining salomatligi, sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazilishi. Hali shu kungacha sud tomonidan bir necha bor SES va favqulodda vaziyatlar bo'limi chaqirtirilganiga qaramasdan ular kelishmadi sudga va ularni joyiga chiqib holatni o'rganmaganlik masalasi bo'yicha biror bir ma'lumot yo'q. Chunki ular bir sudga kelib biror bir o'zlarining xulosalari bo'yicha biror bir fikr bildirayotganlari yo'q. Nasib qilsa keyingi sudga agar kelishsa tushuntirish berishlari mumkin. O'zbekiston Respublika shaharsozlik kodeksining 8-moddasi bor. Unda shaharsozlik faoliyati bilan shug'ullanishni cheklash, ya'ni o'zingizni hududingiz bor, u yerda qurilish qilishingiz mumkin. Lekin shu huquqingizni cheklash belgilangan. Qachonki sizni bu qiladigan qurilishingiz yoki shu shaharsozlik faoliyatingiz uchinchi shaxslar, qo'ni-qo'shnilar va boshqa fuqarolarning huquq va manfaatlariga salbiy ta'sir qiladigan bo'lsa, bu harakatlarni amalga oshirishingiz to'xtatilishi mumkin sud tartibida. Shu sababdan biz sudga murojaat qildik. Hozirgi kunda uchinchi shaxs bino egasi yer maydoni menga ajratilgan, men nima xohlasam qilaman deb o'ylayapti, lekin mana shu moddaga ko'ra bunaqa xohlagan ishini qilasan degan joyi yo'q. Albatta, boshqalarga zarar yetkazilmagan holda nima xohlasa qilishi mumkin. Men bu yerda o'zingiz ko'ryapsiz, birovni shaxsiy hayoti, oilaviy hayoti, shaxsiy hayoti tashqariga chiqyapti. Chunki vizual jihatdan shunda o'y kaftdek ko'ramoqda. Alohida e'tibor berish kerak. Binoni orqa tarafiga avtomashina kirishi yoki даже katta avtomashinalar kirishi imkoni mavjud emas. Endi faraz qilaylik, agar binoni bu yoq tarafida, orqa tarafida yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa, yong'in o't o'chirish mashinalari bu yoqqa yetib kela olmaydi.
Bu degani bu yoq tarafdagi yong'inni o'chirish imkoniyati yo'q. Buni oqibatida aynan shu uyda yashaydigan fuqarolarni sog'lig'i, hayotiga xavf tug'diradi. Bu holatda favqulodda vaziyatlar bo'limi o'rganish kerak. Bunga huquqiy baho berish kerak. Endi o'zingiz ko'ring mahallani hozir bizda o'zbekchiligiga to'g'ri keladigan ish emas-da. Masalan, qarang, erkaklaringiz makada yurishi mumkin, to'g'rimi? Ayollaringiz ochiq-chochiq yura olmaydimi? Endi har xonadonda har xil anaqa vaziyatda yurishadi qizlar. Endi bunda qarab tursa, tomosha qilib tursa, begona erkak, begona ayol, erkaklarni tomosha qilib tursa, bu to'g'ri kelmaydi. Qizlarimiz O'zbekcha qizlarimiz bo'yi yetgan qizlarimiz bor. Qanaqa to'g'ri keladi? O'shandan biz norozi biz. yani qadriyatlarimiz. Ertalabki bu aytishdiki, ikki etaj bo'ladi. Endi bu qanaqa nohaqlik? Shahar bedarvoza emas-ku. 7 etaj, Masalan, 8 etaj muhojir. Endi yana ko'tarib yuboradilar, bilmayman, kimlar bilmadim. Bargam yaxshi ish emas bu. O'zingiz bundoq qarang-da, farzandingiz bo'lsa, shu uyda siz mana tursangiz, mana o'zingiz. Ko'zga keltiring, farzandlaringiz yursa, qizlaringiz, kelinchaklaringiz yursa, o'zi kelishak o'g'illaringiz qizg'an edi, lekin ular tomosha qilib tursa tepada. Qanaqa bu tanaga sig'adigan ish emas-ku bu. Endi qadriyatlarga ham, keyin normativlarga ham to'g'ri kelmaydi. Normativga ham to'g'ri kelmaydi-yu. Insonlar haq huquqini ham himoya qilish kerak. Ayniqsa o'zbekchilikni hurmat qilish kerak. Qanaqa biza hayoliy, iboli erkaklar, shijoatli erkaklar. Bu qanaqasiga? Bundoq qarab turish to'g'ri kelmaydi bu. Aytganda baribir hamma narsani qonun qoidasi bor. Qonun qoidasi, normativi bor. Mahalla bilan maslahatlashish kerak. Ikki etaj bo'lgan ekan. Undan ko'tarilgandan keyin mana mutasaddilarga chiqishdi, erkaklarimiz bor gaplashishdi. Naskvoy Uchrashmagan, gapirayotgan gapchi ularni naskvoy qo'yapti-da, yozuvchi nima qilyapti bilmayman. Qurilayotganda baribir proyektlarni olib chiqib, planlarni ko'chaga bundoq qo'yib qo'yish kerak. Planировать qilib, mana shunaqa bino qurilyapti deb. To'g'rimi? Bu narsalar yo'q-da bu yerda hozir. Assalomu alaykum. Men murojaatim shundan iboratki, biz mana shu xonadon 21-xonadonda turamiz. Uyda kelinlarim bilan turamiz. Nahot mana shu qurilish bo'layotgan paytda ham kelinlarim noqal hovliga ham chiqisha olmadi. Hali bu dom bitgandan keyin biz nima qilamiz bilmaymiz. Qanaqa yashaymiz? Agar iloji bo'lsa kirib ko'ringlar hovlimda qanaqa sharoitda turishimizni, qanaqa imorat balanga tushayotganini. Men qonun doirasida hal qilib berishinglarni so'rayman, iltimos qilaman. Biz ham shuncha jonmiz uyda, kelinlarim bilan qachongacha biz ichkarida anaqa qilib yuramiz. Biz qarang o'zingiz mana sharoitimizni ko'ryapsiz, qo'limiz kichkina. Mana shu uydan chiqishmaydi kelinlarim. Hammasi o'zi islomiy anaqa qizda bo'lsa, ular hozir bunda yana badan ko'tarishsa, ertaga biz umuman qo'lga chiqish iloji qolmaydi, hech qanaqasiga. Hech qanaqasiga qolmaydi. Biz shu Said Mirzayevaga murojaat qilamiz, iloji bo'lsa, mayli, ko'rishsin, hal qilib berishsin bizga. Xo'p, nima xohlayapsiz hozir? Baland qilishmasin. Men 2 etaj deyishgan boshida biz 2 etaj deyicha qolsin. Mayli, yo'q qarshi emasmiz. Pastga tushirsin, unaqa baland bo'lib ketsa, hozir biz bu yerda muzey bo'lib qolamiz bu. 4 etajdan shunaqa ko'rinyapti. Yana 3 etaj tushadigan bo'lsa. 3 etaj qilsin, u yoqqa o'tishmasin iloji bo'lsa. Biz bu yoqda muzeyda yashagandek yashaymiz ham. Антикоррупция.